Qaynana va kelinning o'rtasidagi janjal. Qaynana va kelinning o'rtasidagi janjal nimadan kelib chiqyapti? Tushunmovchilikdan. Juda ham ko'p qaynanalar va kelinlar bir-birini tushunmasdan har kuni janjal qilishadi. Sho'rlik ana o'rtada turgan turmush o'rtog'i, o'rtada turgan o'g'li arosatda qolgan. U nima qilishini bilmaydi. Joyi kelsa o'zini ayoliga yolg'on gapiradi, o'zini onasini yaxshi ko'rsatish uchun, onasiga esa yolg'on gapiradi, ayolini yaxshi ko'rsatish uchun. Biz o'zimizni turmush o'rtog'imizni ham tushunishga harakat qilishimiz kerak. Masalan, siz bir xonadonga kelin bo'lib tushdingiz. Siz bir narsaga ahamiyat berishingiz kerak. Masalan, sizning uyingizga ko'rpachalar o'ngcha taxlanardi. Bu xonadonda chapacha taxlanadi. Nima bo'pti? Shu qaynanangiz aytgandek qilib taxlasangiz hech qayeringiz kamayib qolmaydi-ku. Nimaga endi janjal qilasizki, nima? Men bu narsalarni bilmayman, men bu narsalarni bilaman-ku deb har xil bo'lgan gaplarni gapirib janjal chiqarasiz. Mana bu yerda siz katta xatoga yo'l qo'ygan bo'lasiz. Yoki bo'lmasa shunday kelinlarni ko'ryapmanki, men shu turmush o'rtog'imni o'zimga og'darib olishim kerak, meni aytganimni qilish kerak deb mullaga boryapti, boshqa joyga boryapti va juda yoqimsiz ishlarni qilishyapti. Yoki bo'lmasa qaynanam yotoqli bo'lib qolsin va qaynanam meni qo'limga qarab qolsin, meni deganim degan bo'lsin degan kelinlar ham chiqyapti. Siz o'zingizga bir marta savol bering. Ertadan bu qiladigan ishingiz uchun yaratuvchining oldiga borganingizda javob berasiz-ku. Qo'rqmayapsizmi? Yoki ertadan o'zingiz ham o'g'il uylantirasiz. Sizga ham keliningiz xuddi shu narsalarni qilsa sizga qanday bo'ladi? Qanday tegadi? Qaydar dunyo ekanligini hammamiz bilamiz, tushunamiz, lekin baribir shunday ishlarni qilamiz. Joyi kelsa juda ham yopiqqina bo'lib, spogina bo'lib, shundaygina yerga qarab yuramizda, lekin qilg'ilikni qilamiz. Go'yoki biz yaratuvchidan qo'rqqanday o'zimiz tutamizda, agar mana bu ishni qiladigan bo'lsangiz, siz hech kimdan qo'rqmar ekansiz.